Bemorimiz 24 yoshli kishi. Eroziyali yazvali kolit bilan og'rib yurgan. Noskaloskopiyada 20 santimetr uyog'ida ichak torayib turibdi. Kichkinagina teshikcha uyog'iga aparatur sig'mayapti. Qon, yaralar judayam yaxshi emas. Bu kasallik hozir yoshlarda juda ham ko'payib ketyapti. Bu noto'g'ri ovqatlanish, har xil energetiklar, tepsiqurlar, muzlik holatda, har xil kimyoviy zaharli majmua narsalar iste'mol qilishdan bo'lyapti. Ko'p kuzatilyapti juda ham yoshlarda. Anamiz yig'ilganda, gaplashilganda shu narsalar kelib chiqyapti. Sababi kasallikni davolash juda ham mas'uliyatli, vaqt kerak, sabr kerak. Shifokor aytgan hamma tavsiyaga rioya qilish kerak. Eng asosiysi parhez. To'g'ri ovqatlanish, parhez. Oylab nazorat qilish kerak bo'ladi. Bunaqangi autoimmunniy surunkali qaytalanuvchi kasallik hisoblanadi. Yarali kolit. Bilaman buni.